Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimda kelgan qissalar haqidagi turkum suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan hammamiz uchun o'ta muhim bo'lgan bir qissani eslamoqchimiz. Bu ham Sura Kahfda kelgan va bu bizni hozirgi yashayotgan davrimizda tarbiyamiz uchun, o'zimizni o'nglab olishligimiz uchun, taqvoyimizni ziyoda qilishligimiz uchun Allohning oldida bir banda, qul ekanligimizni yodimizga solishlik uchun namuna bo'ladigan bir qissa. Bu qissa ikki bog' egasi deb atalinadi. Azizlar, bu shunday qissaki, dunyosi ko'payganda Allohni unutib, o'zini osmon va falaklarda ko'tarib, boshqalarda oyoq uchida ko'ruvchi mutakabbirlarning holiga bir tarbiya bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga misol qilib boshqalarga shuni yetkazishlikni amr qilib aytayaptiki: "Estaizu billah, wadrib lahum mathalan rajulayni ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa khafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a." Ya'ni ikkita do'st bo'lgan ekan, ularni birlariga juda katta boylik berilgan, biriga berilmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam deyapti. Ana o'shini odamlarga zarbul masal qilib bering deyapti Alloh taolo. Ulardan biriga uzumlardan bo'lgan ikkita bog' berdik deyapti. Tasavvur qiling, juda katta uzumzor va ularni atrofini xurmo bilan o'rab qo'ydik. Qarang, qanchalik darajada bu yerda chiroyli manzara ham hosil bo'lyapti. Uzumzoringiz bo'lsa-yu, atrofini xurmo daraxtlari o'rab tursa, ham uzumdan foyda olsangiz, ham xurmodan foyda olsangiz, ikki xil mevani ichida rohatlansangiz. Endi o'sha uzumzor va atrofini xurmo bilan o'rab qo'ygan ikkita bog'ni orasini ekinzor ham qilib qo'ydi. Mana bu ne'matni qarang. Ikkita kishi haqida gap ketyapti. Biriga mana shu narsa berilgan. Hamda yana Alloh davom etyaptiki, u shunaqa bog'ki, hosillarini bekami ko's beradi. Shunaqa ko'p meva beradigan qilib qo'ydi. Yana eng asosiysi, ularni oralaridan anhor oqizib qo'ydik. Har ikki bog'ning hosili to'liq chiqadi va ikki bog' orasidan esa Alloh anhor oqizib qo'ydi. Tasavvur qiling azizlar, qanaqa chiroyli manzara. Ikkita bog'ning orasidan katta anhorni ham o'tkazib qo'ydi. Chunki bog' uchun, dehqonchilik uchun, ziroat uchun eng muhim narsa bu suv. Shuni ham qilib qo'ydi deyapti Alloh taolo. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, azizlar, Robbimiz qildik deb gapiryapti. O'zi qiladi. Lekin Qur'onda biror joyda Alloh men demaydi, doim biz deb keltiradi. Bizni o'sha manmansiramaslikka tarbiya beryapti. O'z-o'zidan bo'lgani yo'q bu bog'lar, azizlar. Buni Alloh qildi. Shuning uchun Alloh aytayapti, biz shu xurmozorni berdik, uzumzorni berdik, ekin yerini berdik, ichidan suvlarni ham o'tkazib qo'ydik, hosilini mukammal qildik. Kim? Alloh. Alloh azza va jalla qildi, azizlar. Hech qachon bir bog'ni barpo qilsak, uni men qildim deb bo'lmas ekan. Shuning uchun dehqonchilikda ham bir qoida bor, azizlar. Siz yerga urug' sochasiz, aytasizki, men urug' sochdim, lekin Alloh chiqardi deymiz. Alloh chiqaradi, Alloh beradi. Dinimizda sababiyat qonuni bor. Biz bir narsani harakatini qilib sabab qilib qo'yamiz, lekin uni rivojlantiradigan, unga baraka beradigan Robbimiz. Bir devor qo'shnimiznikida hosil bo'lishi mumkin, lekin biznikida bo'lmaydi. Temma-ten suv quysak ham, temma-ten harakat qilsak ham bermasa bermaydi, Alloh beradi. Shuning uchun albatta nimaiki erishadigan bo'lsa, bu bitta bog' emas, azizlar. Hamma narsani bizga Alloh berayotganini unutmasligimiz kerak, lekin ba'zan inson unutib qo'yadi. Shuning uchun mana oyatning davomida aytibdiki, haligi bog'irog'i bor odam haligi sherigiga qarab turib, meni sendan molim ko'p, meni odamlarim ham sendan quvvatliroq dedi. O'ziga olyapti hamma narsani, azizlar. Bu mol kimniki? Seniki emas, birodar, bu Allohniki. Alloh berdi buni. Mana bu narsani unutmaslik kerak, azizlar. Ba'zan shunaqa bo'lib qolamizki, go'yoki hamma narsaga biz o'zimiz erishdik. Mana shu eng yomon narsa. Kim nimaga erishayotgan bo'lsa, bu Allohning yordami bilan bo'lishi kerak. Biz harakat qilamiz, xolos. Harakatimiz bir sabab. Lekin nimaiki bo'lsa, Alloh berdi deyishni esdan chiqarmaslik kerak. Alloh berdi. Alloh berdi bizga ilmni. Alloh berdi bizga martabani. Alloh berdi bizga mansabni. Alloh berdi bizga jufti halolni. Alloh berdi bizga farzand va arjumanlarni. Hamma narsani Alloh berdi.
farzandni ham uylanganligimiz uchun bo'ldi, men uylandim, nikohlandim, bola bo'ldi. Yo'q birodar, bunaqa bo'lmaydi. Kimgadir bola bermasa, uni mijozi susligida ayiblash kerak emas. Berguvchi Alloh. Hamma narsani berguvchi Alloh. Lekin Alloh ba'zida insonlarni berib imtihon qiladi, ba'zilarini bermasdan imtihon qiladi. Mu'min banda mana shuni tushunish kerak. Bugun hikoya qilayotgan qissamizni sohibi o'zidan ketgan mutakabbirlardan biri edi. Hozir ham shunaqa uchrab turadi-ku azizlar. Bir bechora faqirni ko'rganda uni mensimasdan, uni odam qatoriga qo'shmasdan qancha ishlarni qilayotganini ko'ryapmiz-ku. Lekin aslida bu ham bir Allohning bandasi. Dunyo hech narsa emas. Agar dunyoni Allohning oldida qadri bo'lganda, kofirlarga pashshani qonatishalik ham dunyo bermagan bo'lardi Alloh taolo. Shuning uchun dunyoda Allohning oldida qadri yo'qligi uchun Allohga kufr keltirib turganlarga ham hamma ne'matni ato qilyapti. Shuning uchun dunyo bilan, mol bilan faxrlanmaslik kerak. Mana bu inson faxrlanib qo'ydi. Ba'zan shunaqa bo'ladi. Ba'zi odamlar o'zi quvvatidan, o'zini mansabidan, o'zini dunyosidan foydalanib, quvvati kamrog'ini, mansabi pastrog'ini ustiga zulm qiladi. Go'yoki u mana shu ishda abadiy qolib ketadigandek. Azizlar, har qanday cho'qqidan yerga tushish bor. Har qanday kuch bir kuni pasayishi bor. Qachon ko'rgansiz umrining oxirigacha quvvati bilan o'tib ketgan odamni? Bir kuni qaddilar bukilar, ko'zlar xiralashar. Bir kuni bu dunyo ham sizga yordam bera olmay qolar. Ana o'sha narsani o'ylagan inson hech qachon dunyosi bilan, mansabi bilan kibrga ketib bo'lmaydi. Lekin bu biz bugun o'rganayotgan qissaning sohibi shunday kibrga ketdi. Hattoki estaizu billah va dakhala jannatahu va huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Kibrni qarang, shunaqa darajada kibrga berilib ketganidan Alloh aytibdiki, u o'z bog'iga kirar ekan, o'ziga zulm qilgan holda men buni hech qachon yo'q bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu bog'im deyapti, bu dunyoyim mana shu bo'yicha qoladi deb o'ylayman deyapti. Aniq bilamanki, bu hech qachon yo'qolmaydi. Bu hamma boyning kasalida azizlar. Hamma amaldorning kasali. Go'yoki umrining oxirigacha shunday qolaman deb o'ylaydi. Lekin bir kunda Alloh pulini, dunyosini, obro'sini, mansabini olib qo'yayotganlarni ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu hayot ekan azizlar. Bundan o'zimizga yarasha ta'lim olishimiz kerak. Shuning uchun Navoiy hazratlari aytgan ekanlar, kimki hayotdan olmasa ta'lim, unga o'rgata olmas hech bir muallim. Lekin hayotda shunday insonlar borki azizlar, yaxshi mansablarda ishlagandan keyin ham odamlarga ko'p yaxshiliklarni qilib, necha yillar u odamlarni eslab yuramiz. Palonchi bor edi, juda badavlat odam edi, ammo juda ser-saxovat edilar. Palonchi bor edi, amaldorda hammaga yordam berardi. Hammani ko'ynini olardi, zarracha kibr qilmasdi deb eslaymiz. Mana bundaylarni ham jamiyatda ko'ramiz. Ammo lekin arzimagan dunyosi bo'lib turib, shunday insonlar borki azizlar, hammani nazar pisand qilmagan, kibrga ketgan, go'yoki abadiy mana shu holatda turadigandek bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Oyatning davomida Alloh aytibdiki, haligi odamning nomidan qiyomat qoyim bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Agar Robbimga qaytarilsam ham albatta bundan yaxshi oqibatni topaman dedi. Ana bu narsa mushriklarni, kofirlarni nazdida. U qiyomatga ishonmaydi. Qiyomatga ishonmaganligi uchun ham azizlar faqat mana shu dunyo deb o'ylaydi. Ba'zan insonlar shunaqa hayotlarni qiladiki, shunaqa o'zlari uchun bino qiladiki, go'yoki abadiy o'lmaydigandek, o'lsa ham qiyomat bo'lmaydigandek. Shunaqa kibr bilan hayot kechiradi. Mana bu bog'da egasi ham shu gapni gapiryapti. Nima uchun? Puli ko'pligi uchunmi? Dunyo, pul hech narsa bo'lmay qoladigan bu qiyomat. Qiyomat qoyim bo'lganda kim bo'lishimizdan qat'iy nazar Alloh saqlasin. Agar gunohlarimiz yozilgan daftarimiz qo'limizga chap tomondan berilarkan, qani endi dunyo meni qutqarsa deymiz. Hech narsa qutqara olmaydi. Hatto o'zi aslida azizlar, bu dunyoda ham hayotlar shunaqa bo'ladiki, ba'zan insonni boshiga Alloh shunaqa sinovlarni solar ekanki, dunyo bilan, obro' e'tibor bilan ham buni to'xtata olmaysiz ekan. Bu faqat Allohning qudrati ila bo'lar ekan. Shuning uchun kibr havoga berilgan odamlar mana shunaqa darajada bo'lib ketar ekanki, hatto oxiratda ham hamma narsani dunyo, mansab hal qiladi deb bo'lib qolar ekan. Mana bu narsani Alloh taolo bizga Qur'onda bildiryapti. She'riga hayron. Endi haligi mu'min, Allohdan qo'rqadigan, lekin o'zi kambag'al bo'lsa ham qalbi ma'naviyatga, ma'rifatga, taqvoga boy bo'lgan birodari unga qarab aytayapti.
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ya'ni aytibdiki, seni tuproqdan yaratgan, so'ngra nutfadan bir tomchi suvdan yaratgan, keyin seni shunaqa inson qilib rostlab qo'ygan Allohga kufr keltirdingmi deyapti. Sen kimsan deyapti. Bir tuproqdan bo'lgan edi bobang, o'zing esa bir tomchi suvdan dunyoga kelgan eding. Seni inson qilib yaratgan Robbing bor edi. Mana shu Robbingga kufr keltirdingmi deyapti. Lakinnahu vallohu robbi va la ushriku bi robbi ahada. U aytibdiki, lekin men deyapti, senda qamasman. Men u Alloh meni Robbim deyman va unga hech kimni sherik qilmayman deyapti. Nariga odam mushrikmidi azizlar? Mushrik degani o'zi nima degani? Mushrik degani Allohga biror bir kishini sherik qilish. U Allohga hech kimni sherik qilmadimi ko'rinishidan? Yo'q azizlar, u qildi. U molini, dunyosini, sababini hammasini Allohga sherik qildi. Mana shular meni hamma yoqdan saqlayotgan deb o'yladi. Afsuski, moli, dunyo, obro'ni berguvchi ham Alloh bordi. She'riga aytibdiki, "Estaizu billah ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا." Qani edi sen boqqa kirganingda, mashalloh deganingda edi. La quvvata illa billah, Allohdan boshqa quvvatli zoti yo'q deganingda edi deyapti. Demak azizlar, har qanaqa narsani ko'rganimizda mashalloh deyishimiz kerak. Masalan, ba'zan shunaqa bo'lib ketadiki, inson o'zidan o'zi faxrlanib ketib qoladi. Yoki ba'zan bolamizni yaxshi ko'rib ketib qolamiz. Farzand chiroyli, go'zal, aqlli bo'lganda, "Va, bolam chiroyli, juda ham asal bola bo'pti." Yo'q azizlar. Har qanaqa chiroyli narsani ko'rganimizda, har qanaqa go'zal narsani yoki quvvatli narsani ko'rganimizda birinchi aytadigan gapimiz mashalloh bo'lishi kerak. Mashalloh. Alloh xohlagani bo'ladi. Mana shu go'zallikni bergan ham Alloh, shu dunyoni bergan ham Alloh deyish kerak. Mana shunda haligi ne'matning shukronasi bo'ladi va hech qachon unga nazar ham tushmas ekan. Mana shu gapni aytish kerak. Haligi odam aytibdiki, agar meni o'zingdan mol, dunyo va bola jihatdan kam deb bilayotgan bo'lsang, fa'asa robbi ay yu'tiyani khayra min jannatika va yursil alayha husbana min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Ya'ni shoyat Robbim menga seni bog'ingdan yaxshirog'ini bersa, sen qayerdan bilasan deyapti. Balkim Alloh menga seni bog'ingdan yaxshiroq bog'ini berib qo'yar. Seni bog'ingga osmondan ofat yuborib, uni sipsilli tuproqqa aylantirib qolsa-chi, yoki bo'lmasa aw yusbiha ma'uha g'awra falan tastati'a lahu talaba, yoki suvini yerga singdirib yuborsa-chi, o'sha oqayotgan anhoring, sen uni talab qilishga qodir bo'lmay qolsang nima qilasan deyapti. Haqiqatda ham azizlar, biz ba'zan juda kalta o'ylaymiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kuni sahobalarga Qur'oni Karimdan bir oyatni o'qib berayotdilar. Har doim uni biz o'qiymiz sura Taborayda. Estaizu billah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum g'awra fama ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallohul azim. Ya'ni ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam kofirlarga, ya'ni mushriklarga aytingki, ularni o'sha oqib turgan suvlarni yerga singdirib yuborsa, kim ularga suvni chiqarib beradi deb savol bilan tugagan shu oyat. İchib turgan, foydalanib turgan suvlarimiz, hozir maqtanib cho'milayotgan rohatlik suvlarimizni agar yerga Alloh singdirib, qaytib osmondan yomg'ir ham yog'dirmay, suv ham tushirmay qo'ysa, kim sizlarga suvni chiqarib beradi? Biz bu savolni eshitganda nima deymiz? Allohu robbuna va robbul alamin deymiz. Butun olamlarning Robbisi va bizni Robbimiz Alloh chiqarib beradi deb aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu gapni aytganda bir kofir narada o'tirgan ekan, agar suvlar yer tagiga kirib ketsa, uni ketmon bilan, kirki bilan chiqarib olamizda debdi. Haligi odam uxlab ertalab tursa, Alloh uni so'zini, suvini quritib qo'ygan ekan. Ana endi ketmon bilan chiqarib olsin deb. Insonning tanasida ham 90% suvda azizlar. Qarang, shuning uchun inson tafakkurli bo'lish kerak. Mana bu joyda ham haligi bog'da egasiga do'sti aytibdi-da, seni bog'ingni Alloh osmondan kuydirib, suvlarini yo'qotib yorsa, nima qilasan deb. Shu gapni aytgandan keyin Alloh azza va jalla haqiqatda ham o'sha mutakabbir do'stini bog'iga ofat yuborgan ekan va uning mevasi halokatla o'raldi. O'zi esa unga sarf qilgan hasratdan chapak chalib, bog'ida ishkomlar, ya'ni uzumlar yiqilib yotganini ko'rdi-da, qani endi Robbimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi. Unga Allohdan boshqa yordam beradigan guruh bo'lmadi. O'zi ham nusrat qozona olmadi. Bunday maqomda haq nusrat Allohga xosdir. U yaxshi savobli va yaxshi oqibatli zotdir.
Mana bu qissani davomida aytilgandek, osmondan haligi do'sti aytgandaqa chaqmoq tushdi va butun bog'ini vayron qilib, u chapak chalib qolaverdi. Robbisidan unga boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Hatto o'zi bildi. Bilib turib, qani edi men shunaqa kibrga ketmasam edim, qani edi Allohga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi. Ha azizlar, hayotda bunaqani ko'ryapmiz-ku. Hayotda Alloh azza va jalla bizga buni ko'rsatyapti-ku. Nechta odam buni holatga tushyapti, Alloh saqlasin. Shuning uchun biz azizlar hech qachon kibrga, manmanlikka, boylikka, ilmga, mansabga g'ururlanmasligimiz kerak. Ba'zan oddiygina bir inson yonimizda tursa, biz uni kim ekanligini bilmasdan muomala qilaveramiz. Balkim u inson Alloh nazdida bizdan ko'ra taqvoli bo'lganligi uchun mahbubdir. Balkim u validir. Qayerdan bilamiz? Ana shuning uchun ham azizlar, bu bugungi bog' egasining qissasidan o'zimizga oladigan xulosa, dunyo bergan paytda, obro' bergan paytda Allohni esdan chiqarmasdan kambag'al parvar, yetim parvar bo'lishligimiz, kibr havodan uzoq bo'lishligimiz kerak. Shundagina Alloh taolo bizga bu dunyoyimizni ham, oxiratimizni ham saodatli qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimdagi qissalar suhbatimizni davom ettirib, biz sizlar bilan bugun Sura-i Baqarada kelgan Tolut va Jolut qissasini suhbatlashamiz. Bu qissa azizlar Qur'oni Karimda mana shu Sura-i Baqaraning 246-oyatidan 251-oyatini ichida ifoda qilingan mashhur qissalardan hisoblanadi va bu ham bizlarga ko'p tarbiya, ko'p ta'lim olishligimizni o'rgatadi. Bu voqea azizlar Bani Isroil qavmida bo'lgan va bu Musa alayhisalomdan keyin bo'lgan hodisalar. Musa alayhisalom Bani Isroil qavmini payg'ambari edilar. Bu zot olamdan o'tganlardan keyin qavmning ko'pchiliklari albatta Tavrotga ergashishlikda, o'zini payg'ambari Musa alayhisalomni qoldirib ketgan ilmiy merosiga ergashishlikda davom etdilar. Ammo afsuski ba'zilari yo'ldan adashdi. Shayton o'zini ishini qildi. Tavrotga o'zgartirishlar kirittirishdi, Tavrotga qarshi chiqishdi. Payg'ambari Musa alayhisalom va Harun alayhisalomlarni aytgan yo'llardan boshqa yo'llarga chiqa boshlashdi. Natijada gunohlar ko'paydi. Aksarlari fahsh ishlarga o'tdilar, zulmlar ko'paydi. Qo'yinki qavm buzila boshladi. Ma'lum bir qismlarnigina to'g'ri yo'lda, qolganlari esa yomon yo'lda ketdilar. Lekin afsuski boshqalarning qilgan yomonliklari yaxshilarga ham ta'sir qilar ekan azizlar. Axir bejiz xalqimizda o'rmonga o't ketsa, ho'li quruq barobar yonadi deb aytmagan ekan. Bani Isroilga ham mana shu narsa bo'ldi. Hammalariga barobar o't ketdi. Ularning ustiga Alloh taolo Jolut ismli bir zolim podshoh, kofir podshohni rahbar qildi. Zolim podshoh bu Bani Isroil qavmiga shu qadar zulm qildiki, erkaklarini asir qildi, ayollariga tajovuz qildi, bolalarini qiynadi. Ularni hammasini juda qattiq zulm qilib yurtidan haydab chiqardi. Bani Isroil qavmi butun atrofga tarqab vatanidan uzoqlashib ketdi. Oxiri ular to'planib Baytul Maqdisga keldilar. Ba'zi birlari, hammasi emas, o'shunda ham solihlari, sal insofli qolganlari, eski o'zini Tavrot kitobida amal qilib yurganlari Quddus sharifga o'sha davrda payg'ambar bo'lib turgan Yusha alayhisalomning oldilariga kelib kutilmagan bir narsani iltimos qildilar. Ey Allohning payg'ambari, bizga Jolut juda katta zulm qildi. Bolalarimizni qiynadi, ayollarimizga tajovuz qildi, erkaklarimizni asir qildi, yurtimizdan haydab chiqardi, bevatan bo'ldik. Biz ular bilan urushaylik desak urusha olmaymiz, chunki urushlik uchun urush ilmini bilmaymiz. Bizni boshimizda bir rahbar yo'q. Hammamiz tarqab ketdik. Allohga duo qiling. Alloh bizga adolatlik, xalqni birlashtiradigan, zolimni ustidan g'alaba qilishlikka yarasha ilmi, salohiyati bor bir podshoh bersin dedi. Haqiqatda har bir jamiyat uchun adolatlik, xalqini sevadigan, yurtini sevadigan, vatanparvar bir rahbar kerak. Mana shuni so'radi ular. Yusha alayhisalom ularga qarab aytdilarki, yaxshi, lekin sizlar doimo va'da qilib va'dani buzadigan, keyin orqaga chekinadigan odatlaringiz bor. Hozir men Allohdan sizlarga bir podshoh so'rasam, keyin unga itoat qilasizlarmi? Birlashib o'sha yurtingizda, vataningizda ozod qilishlikka dushman bilan urusha olasizlarmi yoki orqaga ketib qolasizlarmi dedi.
Ular ey Allohning payg'ambari, biz o'zimiz aytyapmiz-ku, hammamiz un bilan birlashamiz dedi. Yusha alayhisalom Allohga duo qildilar. Ey Robbim, mana shu qavm uchun adolatli bir podshoh ber deb aytdilar. Kimi podshoh bo'lishligini o'zlari ham bilmaydi, lekin Allohdan so'radi. Alloh azza va jalla ularga xabar berdi va o'sha xabarida ular uchun Tolut ismli bir yigitni podshoh qilib ixtiyor qilganligini aytdi. Hozirgina payg'ambariga unga itoat qilamiz deb va'da berib turgan Bani Isroil qavmini endi bu javobini qarang. Ular Yusha alayhisalomga kelib, Tolut, mana shu Tolut bizga podshoh bo'ladimi? Kim u? Kambag'al, hech narsasi yo'q, mulki yo'q. Biz undan haqliroqmiz. Qanday qilib u bizga podshoh bo'ladi deb da'vo qildilar. Odamzod mana shunday bo'lar ekanda. O'lchovni qarang. O'lchovni boylik bilan, nasab bilan o'lchayapti. Shunda payg'ambari ularga javob berib, Alloh azza va jalla sizlarga buni ilmi va uni jismonan baquvvatligi, zehnini hisobga olib podshoh qildi. Allohning ixtiyori, Alloh xohlagan kishiga podshohlik beradi. Bu Allohning ishi dedi. Lekin ular yana tinchimadi. Bu xalq shunday ekan, doim bir narsalarni so'rab yurar ekan. Mana avval sigir voqeasida ham sigir so'y deganda rangi qanday, unisi qanday deb so'ragani kabi yana so'rashni boshlashdi. Payg'ambariga qarab aytdiki, ular bo'pti, agar Tolutni bizga rostdan ham Alloh podshoh qilgan bo'lsa, bir alomatini bildirsin bizga dedi. Biz qayerdan bilamiz dedi. Payg'ambariga ishonmayapti-ya. Bizlarni mana shunday holatga tushib qolishligimizdan Allohning o'zi saqlasin. Payg'ambari ularga qarab aytdiki, alomatini Alloh bildiradi. Sizlarga hozir farishtalar Tolutga sizlar uchun qadrli bo'lgan, muqaddas bo'lgan sondiq bor edi-ku, tobut. O'sha sondiqda Tolutga Alloh taolo farishtalar orqali olib kelib beradi dedi. Ya'ni Bani Isroilda Musa alayhisalomdan keyin bir sondig'i bo'lar edi. Bu yerda tobut deb keltiryapti. Endi bunday ko'tarib yuradigan narsa bo'lgani uchun. Unda Musa alayhisalomda asolari, Harun alayhisalomda ba'zi kiyimlari Tavrot kitobi qo'yilgan tabarruk bir narsalar bo'lgan. Va buni juda ular tabarruk sanashgan. Biror bir urush bo'lsa, o'sha sondiqni avvaliga ko'tarib kirsa, ular g'alaba qilgan. Qayerda tursa, u yurtiga baraka bergan. Jolut bularni bosib olgandan keyin o'sha sondiqni ham o'ziga oldi. O'ylagan ediki, mana shun bilan meni yurtim ham barakotli bo'lib turadi deganida, lekin Alloh unga aksini qildi. Jolut o'sha sondiqni qayerga qo'ysa, Alloh o'sha yerga vabo kasalligini yuboraverdi. U yerga qo'ysa ham vabo tarqab ketadi, bu yerga yuborsa balo tarqab ketadi. Jolut qo'rqib ketdi. Nima qilishini bilmasdan oxiri o'sha sondiqdan qutulish maqsadida bir ho'kizga o'tkazib uni haydab yubordi. Ayni paytda esa Bani Isroil Tolutdan bir alomat kutyapti. Bir mo'jiza bo'lsa-ki, buni haqiqatda Alloh podshoh qilganini bilsak deyapti va farishtalar haligi ho'kiz ko'tarib ketgan tobutni, sondiqni ko'tarib olib kelishib, Tolutni uyiga qo'ydilar. Va Tolutda bu narsani ko'rgandan keyin Bani Isroil Tolutni Alloh bizga podshoh qilibdi deb uni orqasidan ergashadigan bo'ldi. Tolut o'zi yosh edi, baquvvat edi, lekin haqiqatda ham kambag'al edi. Kambag'allik ayib emas ekanda azizlar. Alloh azza va jalla o'zi xohlagan kishini podshoh qiladi. Xohlagan kishini xor qiladi, Allohning ishi. Tolutda mana shunday zakovat bor edi. Ana shundan keyin Tolut ularni hammasiga podshoh bo'lib ularni yig'dilar va o'sha Jolutga qarshi kurashmoqchi bo'ldi. Lekin Tolut bir narsani o'ylab qoldi. Bu qavm doim orqaga chekingan, doim xiyonat qilgan. Shuning uchun ularni sinamoqchi bo'lib aytdilarki, meni orqamdan ergashadiganlar men bilan yursin dedilarda, yo'lda ketayotib anhorlar uchraydi, mana shu anhordan hech kim suv ichmasin dedi. Kim suv ichsa, u besabr hisoblanadi va u bizga qo'shilmaydi dedi. Juda ko'pchiligi yo'lda chanqoqlikka chidamasdan haligi suvni ichdilar. Aksarlari o'tib ketdi. Ularni olib borgandan keyin Tolut ularni yig'ib, qarasilar navjuvon, juda g'ayratchan, undan ham yaxshilarni yana yig'moqchi bo'lib, yana yo'lini davom etib aytdiki, endi dedi, yana qiyin yo'lga ketyapmiz. Yo'limizda yana bir daryo uchraydi. Mana shu daryodan faqat bir hovuchgina suv ichinglar. Undan ko'p ichganim bizga qo'shilmaydi dedi. Lekin ko'pchiligi yana ichib o'sha joyda qolib ketdilar. Faqatgina bir hovuch ichganlari Tolutning orqasidan yurdilar va bular 313 kishi bo'lgan ekan. Imom Buxoriyda keltiradiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan eslasangiz Badr urushida ham sahobalar 300 dan ziyod edi. Xuddi Tolutniki kabi 300 dan ziyod bo'lgan ekan, shunga o'xshatishib eslarkan. Tolut demak 313 ta askari bilan bordi, ammo Jolutning askari juda ham ko'p edi. Yana u qancha tayyorlangan, lekin Tolut faqatgina Alloh uchun vatanini, yurtini, iymonini sevadiganlarni yig'ib o'sha joyga bordilar. Ularning ichida Davud payg'ambar alayhisolatu vassalam ham, Yusha alayhisalom ham va Davud alayhisalomning aka-ukalari ham bordilar.
Jolut o'yladiki, men bularni birpasda yengib qo'yaman, hammasini tormor qilaman. Kim bular dedi. 300 ta odam kelib, yosh bolalar meni yenga olmaydimi deb o'ylab o'zi otilib chiqa boshladi. Shunda Yusha alayhisalom ularning ichida eng kichkina go'dak bo'lib turgan Davud alayhisalomga qarab, sen bu bilan urushasan dedi. Borib o'sha Jolutni o'ldirasan dedi. Davud alayhisalom yo'lda kelayotganda 3 ta tosh ko'rgan edi yerda. Haligi tosh ovoz bergan ekan. Meni ol, meni ol deb. Allohning irodasi bilan haligi toshni qo'liga olib olgan edi. Mana shu toshlarni palahmonga qo'yib otgan edi, Jolutning peshonasiga tegib o'ldi. Va u o'lgandan keyin butun askarlar tarqab qochib ketdi va Tolut podshohligidagi Bani Isroil qavmi yengib g'alaba qildilar va vatanini o'zlariga qaytarib oldilar. Hozirgi tilimiz bilan aytsak, vatanini istiqloliga erishdilar. Alloh mana shu adolatli bir rahbar orqali ularni mustaqilligiga, vatanini ozodligiga, iymonini saqlashlikka, Musa alayhisalomdan bularga saqlanib kelgan dinini qaytarib berishlikka musharraf qildi. Tolutdan keyin o'sha go'dak bo'lgan Davud alayhisalom ularga keyinchalik podshoh bo'ldi va tarixchilar aytadiki, Davud alayhisalomning podshohlik davri eng oltin davr hisoblanar ekan. Juda ham ko'p yaxshi hikmatli ishlar bo'lgan, obodonchiliklar bo'lgan. İnşallah Davud alayhisalomning o'zlarini qissalari haqida gaplashganimizda tafsilot to'xtab o'tamiz. Muhtaram azizlar, o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, Tolut va Jolut qissasi mana shunday bir go'zal bir xotima bilan nihoyasiga yetgan ekan. Xo'sh azizlar, biz bundan nima manfaat olamiz? O'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, eng birinchi bizni e'tibor beradigan narsamiz, bir xalq ba'zi birlarini gunohlari tufayli qiyinchilikka uchradi. Shuning uchun bizi dinimizda amr ma'ruf nahiy munkar degan ibodat bor. 40 farzni biri azizlar. Ya'ni odamlarni to'g'rilikka boshlash, odamlarni yomonlikdan, munkar ishlardan qaytarish bu har bir mo'min musulmonning vazifasi. Biz palonchi nima ish qilsa qilaversin, menga nima deydigan xalq bo'lmasligimiz kerak. Bani Isroilga o'xshab qolmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan so'ragan ekanlar, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nima keragi bor odamlarni da'vat qilib, har kim o'zini bilganini qilsa bo'lmaydimi? Hozir ham bu gap qaytarilib turadi. Qo'yni ham o'zini oyog'i bilan osadi, sizga nima degan gaplarni aytib qo'yadi. Azizlar, menga nima desak, siz menga nima desangiz, unda kim odamlarni yaxshilikka, ezgulikka boshlaydi? Xuddi shunday payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham savol beruvdilar. Aytdilarki, tasavvur qilingki, hammamiz bir kemada ketyapmiz. Kema 2 qavatdan iborat. Pastida ham odamlar bor, tepasida ham odamlar bor. Pastidagilar suv olmoqchi bo'lib tepaga chiqsa odamlarni bezovta qiladi. Odamlarni bezovta qilib nima qilamiz deb kemani tagini teshib, shu joydan suv olamiz deyapti. Tepadagilar esa kemani tagini teshayotganlarni bilib turibdi. Agar indamasa nima bo'ladi dedilar. Hamma cho'kadi. Shunday ekan azizlar, siz bilan biz bitta kemadamiz. Shu kemada ketayotgan ekanmiz. Kemani tagini kimdir teshmoqchi bo'lsa, bunga befarq bo'lsak, hammamiz cho'kamiz. Ana shu narsa bugungi bizni qissamizdan oladigan xulosalardan bittasi. Demak, har doim hamma bir-birini to'g'rilikka, ezgulikka boshlash kerak. Va yana bir narsani unutmaslik kerakki, ba'zi birlari yaxshi bo'lib, ba'zi birlari yomon bo'lsa nima bo'pti emas ekan. Yomonlarning ta'siri yaxshilarga urar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, qaysi bir qavmning ichida agar tarozidan urush oshkora bo'lib ketsa, bemalol tarozidan uryapti. Birovlarda haqqini xiyonat qilib uyalmasdan olyapti. Lekin buni boshqalar ko'rib indamasa, o'sha xalqqa Alloh taolo suvsizlik, qahatchilik va ocharchilikni yuborar ekan. Shuning uchun ham bunaqa narsalarni ko'rganda qaytariladi. Zino, agar qayerda zino ko'payib ketsa, Alloh ularga tuzalmas dardni yuboradi hammasiga. Demak, ba'zi bir gunohlar hammaga ta'sir qiladi. Shunday ekan biz bir jamiyatda yashar ekanmiz azizlar, biror bir nojo'ya harakatlarni, gunoh ishlarni, jinoyatlarni, harom harij ishlarni ko'rganimizda bir-birimizni yaxshilikka, ezgulikka, to'g'rilikka chaqirib qo'yishlik vazifamiz. Bu hammamizning burchimiz. Va shuning bilan birga mana bu qavm qachon birlashib, qachon bir-biri bilan ittifoq bo'lib, qachon vatanini, yurtini sevib, mana shunga sadoqat bilan yondashgan edi, Alloh bularni vatanini o'zlariga berdi. Shunday ekan, har bir inson o'zini yashayotgan yurtiga, vataniga sadoqatli, muhabbatli bo'lishligi lozim bo'ladi. Alloh bizni hammamizni mana shunday tinch, omon, osoyishta hayot kechirishligimizda davom etishligimizni muvofiq aylasin. Ba'zi birlarimiz ibodatda, ba'zi birlarimiz savob ishlarda bo'lib,
ba'zi birlarimiz gunoh va fujurlar botqog'iga botib qolishligimizdan Allohning o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.